Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem ustazlar, qarindoshlar, hammaga Allohning salom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu yerda yig'ilib o'tiribmiz, hammalar bilan biz tunish. Mening bu jiq gaplarimni anglab, mendan bir yangi fikr, yangi so'zlarni anglamasligim mumkin. Şundak bo'lsa biz hozir yashayotgan bugungi kunlar hammamizga nisbatan biroz inchga, ham dunyoning vaziyati, Turkiyaning vaziyati, vatanning ahvoli, Misrdagi bo'lgan ahvoli degandek, xuddi butun dunyo bizga tar kelgandek, Qur'oni Karimdagi mashhur oyat bor. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ degan. Mush oyatning misdaqi bo'yicha xuddi biz bu zaminga ig'lik etib qolgandek, nega borsak bizning darvozasi taqalgan, hech qanday bir bizning dardimizni anglaydigan, bizga bir hamdam bo'ladigan davlat, o'rin, shaxs, hokimiyatning yo'qligini ko'ryapmiz. Shundoq bo'lsa-mu, Alloh rozi bo'lsin, Turkiya bizga eng oxirgi bir o'rin shaklida qo'yinni ichyapti, Alloh rozi bo'lsin. Bu şu Türkiye'de onda yakın birkaç gün içinde tünügünden beri bulayotgan özgürlükler her bir adamın uygusalı dendi. Bu işlerimiz ne buladı? Emeliyatta hakikaten bizge şu günge ağır günler kelgenlikinin manisi bizning kelgusida shunday bir nusratning Allah'ın ki merhametinin, ferajning yiqilishyotganligining dalilidir. Bu Kur'an-ı Kerim'nin hükmü. İnne ma'al usri yusran degan. Bu bir mizan. Ama bu şu qiyinchiliklarga layık biz özümüzni şununla layık yetiştirdik mi? Bundan da şunday bir qiyinchiliklardan keyin bo'ladigan nusratga layoqatli bo'ldik mi? Bu endi özümüz bilan Allohning o'rtasidagi bir mesele. Hozir yaqinda Turkiyaning bosh ministri, tashqi ishlar ministri Beyzin'de bergen bayanatlar hammadan nihayet qattiq içindirildi. Bazı nihayet xatarli gaplar var. Yani Xitoyning bexatarligi, Turkiyaning bexatarligi deb. İkisi birbiriga bog'langan. Bu bizga nihayet ig'ir keladi bu masala, bu gaplar. Ammo endi bu dunyo siyosati, dunyo vaziyati, Turkiyaning o'zining manfaati, tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi, Turkiyaning o'zining shu bir yil ichida yashagan krizislar belki bu gaplarni deyishga majburlashi mumkin. Ammo buningni biz qattiq tushib ketmasligimiz, buning qarta o'z loyiqini muomala qilishga to'g'ri keladi. Bu yerda bo'lgan bir masala Turkiya zaminida Xitoy qarshi, Xitoyning butunligiga qarshi har qanday mayli tashkilot, tashviqot, medialdagi propagandalarga ruxsat qilmaymiz deydi. Bu to'g'ri bizning siyosiy prinsipi. Ammo biz bunun qarta qaysi usulda muomala qilamiz, bu bizning mas'uliyatimiz, bizning vazifamiz. Endi Qur'onning hukmi shu, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hukmi shu. Qur'oni Karim nima deydi? Sura Qafda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid degan oyat bor. Bunun hukmi inson har qanday bir kelimani so'zlaydi ekan, onun Allah onu kuzatib turadi, atrofimizdagi farishtalar yezib turadi. Hammasining hisobi bor. Qilgan işlerimizde, bunun da tefsiri İbn Kesir'de bu mayli qilgan ishlar, yaxshi amal, yomon amal, so'z, harakat, yegan, ichgan hamma narsani yezib turadi deydi. Hammasining hisobi bor. Shuning uchun bu mayli biz siyosat qilaylik yoki ijtimoiy munosabat, turmush yashaylik, boshqa ishlarni qilaylik, biz so'z harakatlarimizga diqqat qilish lozim. Har bir kelimening hisobi keladi. Bir misal, bu Mısır'da bo'lgan ahvolda bir bola Mısır'daki bir gazetga yoki televizorga xabar berdi, bayonot. Onun degan gapning birisi bir kelime so'z. Bu Mısırga kelgan bolalar ko'plari vatandan kelgan, buning ba'zilari Suriyadan kelgan bolalar deb qo'yadi. Mush bir kelime so'z Suriyadan kelgan bolalar bor deganning o'zi Mısır hükümetinin bizga qarta bu qattiq qo'lliq bilan, bu vahshiylik bilan bizning bolalarni tutishga belki bir uzr bo'lishi mumkin.
Ama bu gapni deb Suriyadan kelgan bolalar deyishdan nima foyda oldi bola? Hech qanday foyda yo'q, aksiga ziyon. Shuning uchun biz so'zlarimizga qattiq diqqat qilish to'g'ri keladi. Har bir so'zning hisobi bor. Shu sababdan ba'zi gaplarni bilgan narsani imkon bor demaslik lozim. Shunga Miftahul Adabda Abduqodir Domolning mashhur bir so'zi bor. Ma in nadamtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalam mirara degan. Ben shukrug'im uchun, sukut qilganim uchun hech qachon pushaymon qilib boqmadim, ammo so'zligim uchun hassa-hassalab pushaymon qildim dedi. To'g'ri, bu siyosiy maydonda so'zlaydigan gap, shunday mediaga chiqadigan gap, televizorga, ekranga namoyish qiladigan gap, bu hammasi o'z yo'lida. Ammo shunday mayli tashviqot sohasida so'zlaydi, mayli atrofida so'zlashaydi, bizga har qanday bir so'zni qildik, uning foyda ziyinini hisobini qilishimiz lozim. Bu menga dinim uchun qanchalik foydasi bor? Menga savob bo'lamdi, gunoh bo'lamdi? Ailem uchun qanchalik foydasi bor? Xalqim uchun qanchalik foydasi bor? Hatto mening tijoratim uchun normal moddiy manfaatlarim uchun qanchalik foyda ziyini bor? Buni hisobini qilishimiz lozim. Shunga o'xshash bir kelima so'z nurg'un ishlarga ketkazib qo'yadigan ish bor. Yana bir misol, endi ba'zi ishlarda biz qattiq chidayolmaymiz, hissiyotimiz bek yomon, dushmanimiz bek yomon, inson tasavvur qiluvsiz jinoyatlarni sodir qilyotdi. Ama bizning insonning orzusi qiladi ekanki, qulamga nima chiqsa shuni olay, nega borsam shuni qilay, endi ben hech bo'lmasa intiqom olay deymiz. Ammo bu intiqomning bizga qanchalik foydasi bor, qanchalik ziyni bor. Intiqom deganmi, bu intiqom bo'lmaydi aslida. Qoida bo'yicha biz shunday zulmni to'xtatadigan, zolimga qarshi haqiqiy turda haq batıl o'tirdik kurash qiladigan insonlar. Unda ekan biz shuning foyda ziyinini ko'rishimiz lozim. İmkon bor biz az ziyon tortib ko'p foydalanishimiz lozim. Dushmanga ko'p zarba berib az ziyon tortishimiz lozim. Bu normal bir prinsip. Buni har qanday odam biladigan hisobot. Bu matematik hisoboti. Gerçi ben matematik o'qimagan bo'lsam-mu, normal bir hisob. Shuning uchun bu ishlarda qattiq diqqat qilish masalalar. Bundan burunmi bo'lgan gap bu masala. Bu oddiy misol. Hatto nimada vatanda ba'zi yerda pichoq tiqish voqealari bo'ladi. Ama şu vakalarda biz, mesela ben hiç kadar o işlerle münasibetim yok. Ama o işlerden ben qattiq suyungan, rahat bo'lgan bo'lishim mumkin. Ama endi şu bazı hissiyatımı berilib, yoki qattiq hayajonga bosib ketib, shunday ahvol bo'lsa, endi Xitoy bizga shunday zulm qilgan ekan, bolalarimizni bu darajada o'ltirgan, turmalarga solgan uchun biz qo'limizga pichoq ilishga majbur bo'ldik deb qo'yamiz masalan. Bunun ma'nosi bu işte benim bir tarmaqim bor, qulam bor, yoki benim bir hassam bor degan bo'ladi. Endi uning uchun mushunday so'zlarga qattiq diqqat qilish to'g'ri keladi. Şu bu siyaset meselesi shunday inchki ham va xatarlik masala. Endi hozir hatto vatanning ichida davomli ba'zi ishlar fosh bo'lib qoladi, nurg'un ishlar qilinadi, ammo nihoyatda oddiy ham fosh bo'lib qoladi. Qilgan ishlar, harakatlar tutib ketadi. Nurg'un ko'p ziyonlarni tortamiz. Bu hammasi bu bizning dushmanimizning avliyoligi, ularning farishta ekanligi yoki bo'lmasa g'aybni biladiganlik emas. Bu hammasi bizning o'zimizning sahvanligimiz, xatoligimizdan. Başka Irak'ta deymiz, başka yerde deymiz, kuniga nurg'un voqealar chiqadi, nurg'un ahvol chiqadi. Hech qaysi fosh bo'lmaydi, bilinmaydi. Bunun faili bor, hammasi yoki faili majhul, o'rtada yo'q. Nima uchun bizlar bilinib qolamiz? Bu hammasi o'zimizga bog'liq masalalar. Shunga bir misol bor. Bu normal bir hikmat bo'lishi mumkin. Hikmatli kishilarni degankan, ustur dahabaka va lihabaka va madhabaka. Bu so'z hikmatli so'z. Uning ma'nosi normal bir turmushdimi? Sen o'zingning oltiningni yushur. Safar qiladigan harakatlaringni yushurgin. Mazhabingni yushurgin deydi. Mush ishni inson shunday yushurib qilolsa, imkon bor uni oshkorlamaydigan nurg'un ishlarda nurg'un xatarlardan saqlanib qolish mumkin. Birada vaylining ancha million dollarim bor, u bu deb qo'ysa, ertadan uyga mafiya keladi, tavob keladigan ish. Masalanga, bu oddiy bir ish. Uning sirtida safarga boradigan ishimiz bo'lsa-mu, imkon bor o'qmasa, shunday borsak, biz shunday ba'zi kelgusi xatarlardan hech bo'lmasa bu taqdirni o'zgartirish mumkin emas. Ama bu bir sebep. Aynı
Şunda bizning mezhebimiz. Bu mezhepte bu insanın dinin, akiden, kimlikin, hamma narsa. Bu hozir yaşayotimiz bu Türkiye'de mi? FETÖ'sünün ne kadar ahvol tushib qolganligi. Endi hozir shunlarga bizmi kimligimizni oshkorlab qo'ysak, biz munosabatsiz bir yerda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Bu bir misol. Ondan keyin men gapni uzatib isib ketib qoldi, ammo mazmunlar bek jiq turyotdi. Biz hozir ham shu jiddiy bir xalqaro vaziyatga duch keldik. Hamma ish bizning aksimizga. Ammo bu shunday vaziyatdan biz foydamiz to'g'ri keladi. Biz bu shu Turkiyada misol qilsak, biz hozir mayli tashviqot sohasida, siyosiy maydonda, ma'rifda, ijtimoiy ishda hammasida biz o'zimizning bir kishilik mas'uliyatni, tashkilotchiligimizni va boshqa ishlarimizni normal ravishda kun-kunga taraqqiy qildirishimiz lozim. Türkiye hükümeti bizga hozir qadarsan uni qil, buni qil degani yo'q. Ammo mumkin kelgusida nurg'un ishlar bizning aksimizda bo'lib qolishi mumkin. Ammo shunday bo'lsa-mu, biz shunday bir aksiy bo'lib qolmasligimiz uchun ziyon tortmay, yaxshi bir ravishda xizmat qilish uchun biz qattiq yaxshi bir siyosatga kirishimiz lozim. Hatto Turkiyaning bu Çavuşoğlu'nun bayonotidamu biz Xitoyga qarshi, Xitoyning putuliga qarshi söz hareketlerine ruhsat kılmayımız deydi. Ama biz bu yer bulayotgan zulümlerini, halkımız çekiyorotgan zulümni, bizden hak hukuklarımızı kanuni, ahlaki rivişte sözleş, ona yazış, okuşta hiç kanda çeklenme yok. Onu hiç kimsiniz demeydi. O yer bu zulümni tok düşün, biz kolumuzun kirliğinden işlerini kılışımız lazım. Bazı işler özümüz kılamaydıgan çok geplerini kılımız, çok yerde sözlerimiz ama şu söz için, şu hareket için kılan sözümüzün arkasında turamaydıgan işler var. Misal, biz vatanın azadlığımız bizge müstakillik gerek deyimiz. Ama müstakillikni kalamaydıgan hele o bir yerde oturaldıyken Xitoyning ichida yashayotgan Nurbekirdan tortib yeni bir xoingacha mustaqillikni xohlamaydigan hech narsa yo'q. Chunki ular tortyapti bu xabarni. Ammo bu masalaning vaqti e'tibori bor. Biz bosqich xarakterlik so'zlashimiz lozim. Biz qaysi vaqtda bu bosqichga yetamiz? Bizning orzuyimiz, biz ilqidek boshda degandek orzu armonlarimizni, g'oyamizni, nishonimizni boshqalarga deb qo'ysak, yerda nima bo'ladi? Biz bu düşman bilen emas, biz yaşayotgan devlet, biz muamele kılayotgan insanlar, bular bölgünçiyken, bu kendi kalpakından kengüzüdü, nurgun işlerde çalak çıkarırdı. Şunun için imkan var biz kılanmayalığın, ya ki olmasa vakti ani yetkili olmayalığın meselelerini ortaya çıkarıp medya sahasında sürdürmemiz lazım. Onun vakti gelirdi. Ama biz zaten şu nişanda yetiş için keşkünlü hizmet kılış lazım ki biz bir günün nişanı yetimiz. Ama bu nişanı yetiştin burun biz özümüzden muşu nişanı yetmişi olan tosal kularının tekimi ağır bulup getişinin aldığını eliş için biz imkan var. Siyaset kılışımız lazım. Hem hikmet bilen iş kılışımız lazım. Hazır bu Türkiye vaziyeti ne kadar olsun kaç güne bir Türk muşu Çavuşoğlu Beijing'e bir atkan kültür olsa ki düşkün yağmurdur. Birisi bir makale yazdı Türk. Makalenin mevzusu muhabbet ve cihat devleti Şarkı Türkistan'da. İsmin hayat çok haterlik isim. Cihatın gebeni kıldı, muhabbetin gebeni kıldı. Şarkı Türkistan dedi. Hiç kim yapmalı. Türkiye hükümeti mi? Çekme koymalı. Ama mümkün şundan narsalar. Ama o mazmununu okusak, hazırda cihatın gebeni kılmaydı. Xitoyning Şarkı Türkistan halkı Talas uruşu da bunun 700-800 yıl burunki, 1000 yıl burunki uruş. Şu uruşta kançalar mağlup kılanlığı, Xitoyda şu 1000 yıldan beri Talas uruşunun təmini tetip, korkunçta 1000 yıl geçip bizge Şarkı Türkistan halkıga tegenmegenlikinin narsalarını yazıp atıdandı. Birisi onunla ta'liq ezipti, Arap'ın birisi şu makalıga. Onun Arapça tercüme koyulgan. Hayatında anılgan özü kıska, ifadelik Xitoyning ne kadar vahşiligi, bu Türk halkının, Türkistan halkının ne kadar batırlığını ifadeleyen kıska nihayet ihçamlık bir makalını okuduğumda kursallık insan tuttu. Esinenge. Bunu da tutaydı.
Yani biz bir yaşayotgan devletler. Bazılarımız davamlı ki yüzümüzge faydasız bir sözler bilen münakaş kılıp, tartışıp, cidalleşip, hatta aramızda ihtilaf payda oldu. Birbirimize karşı adaletke yetip baradigan işler var. Hele Türkiye'nin tilavatkan, hele Erbakan'ın tilavatkan, Erdoğan'ın tilavatkan, onun kendi yakındıma olmuş o ictimai şurvaslarda bu Araplarla oturduk ihtilaflar ziddiyet. Katar, Saudi, Mısır alakaları var bu. Şunun da hedef bunu tilavatkan, sökevatkan devletlerine. Devlet reislerine tağut, hain, münafık çıkarıvatkan sözler köp tarafılatıdır. Yani bundan sözler bizge hiç kaçan payda kılmaydı. Biz bir dava ilgisi. Bizden ait çok hem xatarlık davayımız var. Bizden düşmanımız hiç kandak bir düşman okşamaydı dünyada. San cihetten, küç cihetten, ahlak cihetten, insaniyet, prensip cihetten onu şekli insanla değil o dendi. Ama insanlıkın hiç neresi yok. Bundan bir düşmanın aldı da yeni biz etrafı düşman izler, düşmanını köpeytip hiç münasebetsiz sözlerini kılıçtan hiç haceti yok bence. Şuna Peygamber sallallahu meşhur hadisi var. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nih degan. Hakiki mümin Müslüman, İslam'ı yaxşı olan insan yüzüge münasebetli sözlerini taşlaydı. Doğru, biz Müslümanlık sütünüzden bizge münasebetli. Ama bu münasebet bizden dairimizden sırtıdaki işler. Biz onu ecnas kılamayız. Kiç gündüz tırlısak mı, söksek mi, hücum kısak mı? Bunlar perva kılmaydı. Bunların hiç neyimiz yok. Ama biz yüzümüzden, halkımızın davası, yüzümüzden kıyınçılıklarımız bu meseleyi kartta biraz küçük kırışka, baş katırışka doğru kelirlendi. Şunun için biz hatta bizden düşmanımız olan şu vahşi kafirliğimi bu yerde hücum karakterlik, ularga elaqadek ig'izli bozulgan karakterlik sözlerini kılıştığımı faydası yok. Ama biz ne iş kılamayız? Bizden düşmanını şunda sözlemey turup, ularga sökmey turup, hücum kılmay turup, tılmay turup mu? Onun aktif meselesini aşağılayımız. Kılavatkan zulümlerini dünyada başkılalayımız. Ulağı biz şunda ecellik zarif birediğin, ularınki hakiki aktif meselesini açıdığın bir haletini bilişimiz lazım. Onun yolunu girişimiz lazım. Hazır bu şeyde Facebook, Twitter'ında bu hemmerden yapıları tola faydasız, üzgün faydasız, başkalarının faydasız, kuruk, hiç ahlak yapılarıyla meşgul. Bunu biz yaxşı bir halatke meyli siyasi cihetinde olsun, dini cihetinde olsun, ahlaki cihetinde olsun, bir yaxşılık aylandırdığın bir meydan kılışımız lazım. Bunun da hiç kaçan biz bu işlerine sarı karmasımız lazım ki bizim mesuliyetimiz beklenir. Kılıkma işlerimiz pek köp. Şunun için bunun da meyli siyasi cihetinde olsun, başka cihetlerinde olsun, müsteşvikat sahalarında olsun, biz kattık hisabat ile her bir kelimenin üstünde neticede toktulup sözleşimizi doğru keledi. Ben gep uzatmaya hemelerine rahmet, Allah razı olsun.